Kambag'al oilalarni davlat tomonidan ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi Prezident farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra 2025-yil 15-maydan kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan va ushbu reyestrga tushish xavfi bo'lgan oilalar qizil, sariq va yashil toifalarga taqsimlanadi hamda ijtimoiy qo'llab-quvvatlash choralari ularning toifasiga qarab ko'rsatiladi. Qizil toifaga oila a'zolarining har biriga to'g'ri keladigan o'rtacha oylik daromadi minimal iste'mol xarajatlaridan kam bo'lgan va quyidagi mezonlarning biriga javob beradigan oilalar kiritiladi. A'zolarning kamida bir nafari sog'lig'ining holatiga ko'ra mehnat qilish imkoniyatiga ega bo'lmagan. Parvarishga muhtoj a'zosi, shu jumladan nogironligi mavjud farzandi bo'lgan. O'zgalar parvarishiga muhtoj, yolg'iz yashovchi yoki yolg'iz keksa yoxud yolg'iz nogironligi bo'lgan shaxsdan iborat bo'lgan. Boquvchisini yo'qotgan yoki boquvchisi jazoni ijro etish muassasasida bo'lgan oila. Sariq toifaga oila a'zolarining har biriga to'g'ri keladigan o'rtacha oylik daromadi minimal iste'mol xarajatlaridan kam bo'lgan hamda a'zolari sog'lig'i holatiga ko'ra mehnat qilish imkoniyatiga ega bo'lgan oilalar kiritiladi. Yashil toifaga oila a'zolarining har biriga to'g'ri keladigan o'rtacha oylik daromadi minimal iste'mol xarajatlarining 1 baravaridan 1,5 baravarigacha bo'lgan va quyidagi mezonlarning biriga javob beradigan oilalar kiritiladi. Oila qizil yoki sariq toifadan chiqarilgan bo'lsa, oilaning kambag'al oilalar reyestriga kiritilishi ehtimoli yuqori bo'lsa. Farmonga ko'ra 2025-yil 1-iyundan ijtimoiy himoya yagona reyestridagi oilalar uchun qonunchilikda belgilangan imtiyozlar kambag'al oilalar reyestridagi oilalarga ham tatbiq etiladi. 2026-yil 1-yanvardan esa faqat kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan oilalarga ko'rsatiladi. Davlat xizmatlaridan foydalanish uchun boj, yig'im va boshqa to'lovlarni to'lashda sariq toifaga kiritilgan oilalarga 50%, qizil toifaga kiritilgan oilalarga esa 75% miqdorda chegirmalar qo'llaniladi. Kambag'al oilalar qizil yoki sariq toifadan yashil toifaga o'tganda ular uchun qonunchilikda nazarda tutilgan davlat ijtimoiy qo'llab-quvvatlash choralari keyingi 12 oy muddatga saqlab qolinadi. Qizil toifaga kiritilgan oilalarga belgilangan passiv daromad keltiruvchi qo'llab-quvvatlash choralari taqdim etiladi. Ushbu reyestrga kiritilgan oilalar a'zolariga ijtimoiy xizmat va yordamlar, oilalar kambag'al deb e'tirof etilgani to'g'risidagi ma'lumotlar yoki shaxsning kambag'al deb e'tirof etilgan oilaning a'zosi ekani haqidagi ma'lumotnoma asosida ko'rsatiladi. Farmonga ko'ra 2025-yil 1-iyundan qizil toifaga kiritilgan oilalarning a'lo baholarga o'qigan talaba qizlariga bazaviy stipendiyaning 2 baravari miqdorida maxsus stipendiya to'lanadi. 2025-yil 1-sentyabrdan umumiy o'rta ta'lim muassasasining uzaytirilgan kun guruhlariga qatnaydigan bolalar umumiy sonining 15% miqdorida kambag'al oilalar farzandlari uchun alohida kvota ajratiladi va ular ota-onalar to'lovidan ozod etiladi. 2026-yil 1-yanvardan kambag'al oilalarning a'lo baholarga o'qiydigan farzandlarining O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi tizimidagi oromgohlarda dam olishi va sog'lomlashtirish xarajatlari to'liq qoplab beriladi. Ijtimoiy himoya milliy agentligi kambag'al oilalar reyestri va ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan oilalarga ijtimoiy xizmatlar va yordamlar ko'rsatilishini muvofiqlashtiruvchi davlat organi hisoblanadi.